Otalarimiz, onalarimiz yashagan hayot biz uchun juda katta zo'r hayot maktabi. Bizga bu borada chetdan andoza kerak emas. O'sha loy suvog'ining ichida baxt topgan otalarimiz, hayotidan mamnun bo'lgan onalarimiz, ularni hayot so'zlaridan ko'proq eshitishimiz kerak. Bugun marmarning ichida yashayapti, lekin huzur yo'q, halovat yo'q. Chunki u o'zini hayotini boshqalarning hayotiga taqlid qilmoqchi bo'ldi. Boshqalarning hayotidan andoza olmoqchi bo'ldi. To'g'ri, boshqalardan biz imorat qilishni o'rganaylik. Yo'l qurishni o'rganaylik. Boshqa sohalarni o'rganaylik. Lekin qanday oila qurishni o'z otalarimiz va onalarimizdan o'rgansak bu to'g'ri bo'ladi. Buning uchun o'sha ulug'larga, yoshi kattalarga ko'proq talpinishimiz kerak. Otajon, onajon, ilgari qanday edi? Ilgariga hayotingizdan bir gapirib bering. Siz turmush qurgan vaqtda qanday edi? Onajon, ro'zg'or ishlari qanday bo'lgan? O'sha gaplarni kelinlarimiz eshitishlari kerak. Shunda inshaalloh fazilat bo'ladi.